Hürmetlik Vezir Azam, men mengü sizning sodiq chaqiringiz. Men mengü sizga sodiq bo'laman. Mening sizning qizingizga o'ylanishimga ijozat bergaysiz. Vezir Azam. Vezir Azam, men sizning mengü sodiq chaqiringiz. Menga ijozat bergaysiz. Qadrlik Murabbigi, sizning yonchug'ingizda qanchalik tangingiz bor? Ha? Begim, Begim. Vaycan, vaycan beni qutqizinglar. Çok ketdi. Çok ketdi bu. Tez bo'linglar. Tez qutqizaylik. Tez. Tez bo'linglar. Nima shok ketdi bu? Qo'lingizni akiling. Tez bo'ling. Nima shok ketdi? Nima ish bo'ldi? Men qarab boqay. Tez qutuldirib O qo'lni belgila unmayotdi. Shundaqmi? O qo'lni berishni unimasa, unda bo'lsa biz eshakning quyrug'ini uningga beraylik. Shuningga eslab chiqsin. Qadaq? Ha? Kasla. Og'izni beraman. Vaycan. Yaxshi bo'ldi. Mening ko'zimga nima ishki ko'rinadi? Xato tushunib qolmang. Asli buning hammasi siz uchun, ha? Efendim, meni siz qutqizgandingiz. To'g'ri, eshigimning quyrug'ini sizning tutib olishingizga To'g'ri. Eshakning quyrug'i endi mening bo'ldi, ha? Mening bo'ldi. Vaycan. Alloh begi, eshakning quyrug'ini qandaqmi yulab olib bo'lsin, ha? Amisa 10 tilla bersangiz eshigingizning quyrug'i yanala sizning bo'ladi. Yana sizlar har biringlar ishki yamoqdan har biringlar ishki eshak to'laysizlar. Tomosha ko'rsanglarmi? O'xshashlar hammanglardan boj ilinadi. Uqdinglarmi? Ko'rdinglarmi? Endi men Vezir Azamning qiziga o'ylanadigan bo'ldim. Vaycan. Qaysing, ha? Ha, senmiting Alvanbegi. Vezir Azam, men sizlarning qizlarga o'ylanish uchun O'ynish uchun? Shunda qolilari, men sizlarning qizlarga o'ylanish uchun 10 ming yamoq elib keldim. Mana bu 10 ming yamoq. 10 ming yamoq. Sen avval 10 ming yamoqni 10 ming tillaga aylantirib kel. Ondan to'y qilish taklifini qo'ysang bo'ladi. Bu To'xta. Begim bu. Ko'pchilik alanglar, shahar kirganlar, shahar kirish bejish to'lish kerak. Har biringlar bir kishilikdan. Anladinglarmi? Xudoyim o'tinib qolaylik. Qanday gap bo'lib ketdi bu? Qolaylik. Bu ishki bo'yning bo'ytir qajab o'xshashgina. To'g'ri emas. Ish kishilik bosh topshir. Men bir odam tursam, nima ishlik bosh to'layman? Sen ko'zimga ishki ko'ringan tursang, albatta ishki kishilik to'laysan-da. Aytasin bir qamlashmadi-da bu. Bu yana o'xshashli ishki ko'rinyapti-ku. Ishki kishilik topshir. Men bir odam tursam, nima ishlik topshirman? Uni aytmanglar. Men
Hey men. Hammanglar ikki kishilik baş topshiringlar. Bu qanday olib Ikki kishilik. Bu qanday olib ketdi? Ikki kishilik boshlab. Shuni deymi, qandoq degan gap bu? Ikki kishilik. Bo'linglar. Hürmetlik Alvan begi. Yaxshi mesele. Sen mo shahar kiramsan? Shundaq. Men mo shahar kiray degan. Andaqda ikki kishilik shahar kirish beji to'laysan. Ikki kishilik. Shundaq. Sen ko'zimga qo'sh ko'ringan tursan, shunga ikki kishilik baş to'laysan. Anladingmi? Aslida mundaq kanda. Shaharga mehmonga boradigan do'stlar, shahar kirib mehmon bo'lish haqqi to'lishinglar kerak. Ikki kishilik. So'g' salom berganda so'g' salom haqqi, naqsh usul, nag'ma-navo qiluvchilar yana qo'sh kishilik ko'ngil haqqi to'lish kerak. Ish bajaruvchilar yana kengash haqqi topshirish kerak. Qo'sh kishilik. Men faqat bozorga kirib aylanib chiqmoqchi. Qo'sh kishilik. Oltin tilla. Ondaqda yo'l beji, yo'l yurish haqqi, yo'l tozalash haqqi, yo'l asrash haqqi, yo'lda turish haqqi qatorliqlarga haq topshirishingiz kerak. Qo'sh kishilik. Bu qanday? Bu qanday olib ketgan? Ma'qul. Qanchalik asla shunchalik beray. Tangrim, menga yordam qilib, tezroq tillaga aylantirib bersang, tez sendan o'tinib qolay. Hey. Rasulullah oltin tilla ekan bu. Rostgan. Efendim. Çıh. Efendim. Qadrli efendim, eshiginizni menga setib bergan bo'lsangiz bo'lamdi. Voyjon. Bo'lmaydi. Bu oltin tishida eshakni sizga berdiganga men ahmoq bo'lib qolmadim. Amsa menga bir oy oriyatga berib turing bo'lamdi efendim. Bo'lmaydi. Amsa yerim ay. Bo'lmaydi. 10 kun bo'lsin bo'lamdi. Bo'lmaydi. 5 kun. Voyjon. 5 kun. 5 kun, faqatli 5 kun. 5 kun bo'lsin bo'lmamda. Sizning hashlayotgan pullari ozlik qilyapamda. Men pul tepib, faqat vazirning qiziga o'ylanay degandim. Eshak bir kunda 1 tilla tezaklasa, 1 soatda 60 tilla tezaklaydi. Bir kunda 1000 tilladan ortiq pul topalag'dakman. Bek yaxshi bo'ldi. Oldin deyish vilayli bir shartim bor. Nima shartingiz bo'lsa bo'laveradi. Bir kunligi 1000 tilla bo'lsin. Bugun shaharga kirish haqqi topshirmasangiz bo'ladi, xohlagancha yo'l yuravering. Bek yaxshi bo'ldi. Nim bo'lsa, vazirning qizni amirimga alolaydigan bo'ldim. Bek yaxshi bo'ldi. Yaxshi eshak. Lekin mening bir shartim bor. Nimalar gap bo'lsa davering. Bugun bir kunlik shahar kirish bejida men yig'ib olay. Qandaq? Bo'pti, bugun shahar kirish bejini siz xotirjam yig'avering. Undaq bo'lsa, bugun bir kun eshigim sizga tava bo'ldi. Bo'ladi. Andaqda bugungi shahar kirish bejini siz xotirjam yig'avering. Xo'sh. Ko'pchilik bugun bir kun bajirilmaydi. Xohlagancha shahar kirib chiqinglar. Bergan pulinglarni sizlarga qaytarib beray. Ilinglar. Tezroq shahar kiringlar. Tez bo'linglar. To'xtab tur. Eshak. Voyjon. To'xta eshak. To'xta. Voyjon.
Amal tepildi. Efendim! Efendim! Bo'lmadi, eshigingiz bir qo'saq tilla bilan qichib ketdi. Tez bo'ling, tez. Tez bo'ling. Cho'qim siz uni xop qilib qo'ygan gap. Voyjon. Voy. Anlab turing, agar uni yana xop qilib qo'ydigan bo'lsangiz sizga oltin tilla tizaklab bermaydi, juma. Anladingizmi? Anladım. Ha, amroq eshigim, omaq eshigim. Men seni go'sht polo bilan mehmon qilay. Sen menga ko'proq oltin tilla tizaklab ber. Marhamat. Onun yana nima bo'lganda? O mening oldimda mengishga loyiq emas, o deydi. Eshakning qo'sug'ida san-sanoqsiz tilla bor. Biroq sizning qo'sug'ingizda nima bor, ha? Unda bo'lsa keynidan mangay. Marhamat eshak xo'jam. Onunga yana nima bo'lganda? O sizni keynimda mengishga loyiq emas deydi. Acaba oltin tizaklaydigan eshak sizning oldingizda yo'l boshlab mangsunmi? Ha, tushundim. Undaqda men onunga yondashib mangay. Ha? Marhamat. Onunga nima bo'lganda? O sizni men bilan yondashib mengishga qandoq petingando deydi. Undaqda amal tepildi. Eshak xo'jam, endi rozi bo'lgansiz? Eshakning quyrug'iga diqqat qilasiz. Uni sog'-salomat operasiz. Xo'shamisa? Keyingisi kirsin. Yo'lni boshlanla. Sen nima kelding? Alvan begi, men to'y taklifi qo'yg'ili keldim. Qarama bir eshakni yudilib, to'y taklifi qo'yg'ili kepti. To'y taklifi qo'yg'ili keldi. Senlar nimaga ko'rishsan? Hemen çıkış. Sen yana nima kelding? Begim, men to'y taklifi qo'yay deb kelgan edim. Nima? Sen bir dört eshakni yudilib, mening qizimni olmoqchimisan? Begim, bu degan oltin tilla tizaklaydigan eshak. Bu bir kunda 1000 tilladan ortiq oltin tilla tizaklaydi. Agar bu eshak sen deganda kuniga 1000 tilla tizaklaydigan ish bo'lsa, albatta qizimni sana berishga roziman. Oy dada, qarang kepingizni, nim davatsiz. Ras.
Oltun tilla tezeklaydigan eshigim, oltun tilla tezekla. Iloyim, oltun tilla tezeklagan bo'lsam bek yaxshi bo'lgan bo'ladi. Oltun tilla tezekla, eshigim, yaxshi eshigim, omroq eshigim, oltun tilla tezekla. Oltun tilla tezekla. Tez bo'l, oltun tilla tezekla. Tilla. 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 Rastla tilla ekan. Hörmətlik beyim, mən bu oltun tilla tezeklaydigan eshigimni və qalbimni sizning qizingizga berishga tayyorman. Aldırmay turing. Oldu bilan eshigingiz menga yana bir nechta tilla chiqib bersin. Bo'ladi, bo'ladi. Aldırmang. Aldırmang. O hazırla oltun tilla tezeklaydi. Oltun tilla tezekla. Oltun tezekla. Oltun tilla tezekla. Vayca. Bu ölgür. Sen kızım ne? Mazak kılışka pedin. Vay canım. İşek! İşigim! İşigim! İşigim!